hali o'zimiz aldayapmiz, bunday qilib aytib keldi. Mana bu. O'zi aslida u kelgandan keyin o'sha karantinga olinadi, o'sha yuzlariga. U biznes kelayotgan o'sha sotilib bo'lyapti. Keldim oldin, yoki odamni bizzillab bo'ladi, shuni yuklar kelyapti. To'xtadi, bu veterinariya xulosasi qani, buning nimasi qani deyilmayapti. Jurnalist nimasi qani, pasporti. Chetida keraklar hammasi bo'ladi. Bozorga tuyog'i ham ishlar ekan. Tuyog'i ham dalda ekan. Ha, bo'pti. O'zi keyin u bo'pti, bor shoshilib olib keldilar, bo'pti. Aktutum muammoga qo'shmay, alohida qo'ydim. Mumkin. Yo'q, 20 kun keyin. 20 kun. Bu yashin davri bo'ladi. Bu bizda avval qo'shiq o'tdi endi, sudi berdi. Ha, o yaxshiga, ha, oqsayotgan, ha, nima qilib qo'y dedi. Ha, doriga sachib qo'y dedi. Bo'ldi dedi, shu dedi. Mana nimada? Yo'llar nimasi bor. Yaxshi ishlarni qilishing. Bu shu o'lim holat bilan hukumat yaxshilanadi. Oldingi bizda nimamizdagi tibbiga bo'lmaydi. Ha, u Aziya bildinglar, bunda bo'lmaydi. Unda hozirgilar bo'lyapti. Chunki ichki isitmani tashxisini qilishimiz odamni bilmay qo'yadi. Bu keng ko'pincha ichki bo'ladi. Ichki bo'lgan narsa qiyin, ona ishi. Va agar benzin yaqyapti, u bo'lyapti, ayol qiyin bo'ladi. Mana qonchi, qon qanday beradi? Bo'lganligini boshlanganga o'xshash bo'lib tuzalgan. Bo'lib tuzalgan yana bo'lyapti-yu. Yo'q, aradan qonchi vaqt o'tyapti. Yo'q, o'shanda masalan bo'layotgani, masalan, qonni orttirib, zardobini orttirib, zardobi o'zining preparatlari bor. Ashuni qo'shib turib, keyin nima qilsa bo'ladi. Ursa bo'ladi. Bunda hozir buni taktikasida manday o'zimda bo'lgan partiyada og'riq qoldirish uchun qilyapti bo'lishiga. Og'riq qoldirish uchun nimasi o'tyapti, nima to'xtatyapti. Shu ochuvda 9 ta tarashi bo'lib qoldi. Bu o'tib qo'yagi yaxshi ba'zi. Nimaligida, ichiga urganligida. Mana biraga tilatagiga ko'p bo'lyapti. Buni ham nima hali og'riq qoldiruvchi bilan muzlatuvchini qilyapti-da. Yeyapti. Odam o'zi zo'r bo'ldi, zo'r ko'p bo'ldi. 2-3 kundan keyin seni pishyapti. To'g'risi. Boshqalar qatqargan dedi. Assalomu alaykum. Bu o'zi nima bo'ladi? Alaykum assalom. Keldi. Assalomu alaykum.